Balon bazadaki iş jarayoni bilan tanishtirib o'tamiz. Bu yerda 12 haqqamiz, bu yerda Gentra, bu yerda Cobalt haqqamiz. Tak. 12'simizda 205-60-16 razmerdagi Mustang Premium Class'dagi germanik texnologiya bo'yicha Xitoyda ishlab chiqarilgan balonimizdan berganmiz. Sifatli narsa, kilometr ham beradi, qattiq cho'tki narsa. Gentramizda 205-55-16 razmerdagi Formula brendinden germanik balonimizdan berganmiz. Yuzalarni e'tibor etasiz. Shim xo'slaydi uradi. Yaxshi bilanlar xizmat etsin. Bu ham kilometrni yaxshi beraman mana. Keyin elegant diskamiz 215-60-16 razmerdagi Imperial Belgiya texnologiyasi bo'yicha Xitoyda ishlab chiqarilgan balonimiz. Kilometr ozroq beradi, lekin komfort jihatlama, sifat jihatlama eng sifatli balonlardan biri hisoblanadi. Elegant diskasi bilan Cobalt mashinamizga qistirib beratamiz. Xudo xohlasa istoriyani kuzatishda davom etsangizda tayyor bo'lgandan keyin mana bu videosini qo'yib beramiz. Sizlar ham original sifatli diska balonlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol balon bazar murojaat etaverasizlar.